15-turda haqiqiy drama va hat-triklar shousi. Superliganing navbatdagi o'yinlari muxlislarga unutilmas daqiqalarni taqdim etdi. Andijonda o'yin nursiz durang bilan tugagan bo'lsa-da, maydonda haqiqiy Paxtakor sherlari bilan jang kechdi. Birdaniga 3 ta qizil kartochka. Buxoroda esa Lokomotiv jamoasi bir kishi kam bo'lib qolib megabaytlarni boy berdi va 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Turning eng yorqin qahramonlari esa Husayn Norchayev va Lubchadoriyev bo'ldi. Norchayev Xorazm darvozasiga poker, ya'ni 4 ta gol urib, Navbahorning 5-1 hisobidagi yirik g'alabasini ta'minladi. Doriyev esa Sug'diyona tarkibida hat-trik qayd etib, Mashalni 3-1 hisobida taslim etdi. Sizningcha 15-turning eng zo'r goli va eng yaxshi futbolchisi kim bo'ladi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.